Tabiatni qaranglar, tabiatni mazzaligini. Shundoq uydan chiqdingiz, bu yoqqa qaraysiz, toza havo ertalabdan. Mana bu bog'ni qarang, bog'da har xil daraxtlar ekib qo'yilgan. Mana kengligini qarang, kattaligini, огород qismini ekin ekiladigan. Bu yerga beda sepib qo'yilgan ekan. Buni chegarasi mana shu yerdan boshlanib, o teraklar ekilgan bu yog'ini ko'rsatamiz. Bu umumiy hammasi yer hisobida berib yuboriladi. Mana bu uylari ham, uy o'zi umumiy 6 xonali. Mana bular molxonasi. Oqqo'rg'on tumani, Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Nayman MFI. Oqqo'rg'on markazigacha 13 kilometr. Faqat bu yerda gaz yo'q, gaz balloni tarqatiladi, gaz, svet, suv kelgan. Kadastr dokumentlarida hech qanaqa muammo yo'q. Aynan mol chorva qilaman, shunaqa katta огородim bo'lsin, bu yoqdan shu chorvaga shu yerda o'z beda ekib yo makka ekib oziqa qilaman deydigan akalarimiz uchun zo'r joy. Molxonasi, qo'y boqsangiz bo'ladi, buqa boqsangiz bo'ladi. Boya aytgandek, mana xonadoni bu yoqda 4 xona, naryoqda yonida 2 xona. Hovli qismi ham keng, kattagina. O'zlari ham, uyda egalari ham molni boqib qo'ygan, shu yerda buqani boqib yemlab. Mana bu yoqdagi to'rdagi kladovkami, oshxonasi, mana o'chog'i, o'choq, tandir. Lekin gap yo'q, zo'r joy, atmosfera. Ana xonadonimiz bilan mana shu tomondan 4 ta xona, bu yoqda 2 xona. Mana bu yerda naveschasi bor, masalan, mol boqaman desa, yem, qanaqadir xashaklar shu yerga tagiga qo'yib qo'ysangiz turaveradi. Mana tandir, yoshlikda hamma bilsa kerak, o'choq qilingan, tandirda non yopilgan mana shu joy. Mana bu yoqda garaji, ko'rsatgan tandirlarning oldida. Bu ko'cha qismi, mana ko'cha qismida boya ko'rsatganim. Hojatxonasi mana shu yerdan kirib keriladi. Bitta stadion bor. Mana shuni oldidan boshlangan. Xullas, afshi atmosfera zo'r joy. Kadastrda hech qanaqa muammo yo'q. Gaz yo'q, bu yerda ballonda gaz tarqatiladi. Suv bor, tok bor. Xonadonimizni umumiy yer hisobida hisoblangan. Narxi 25 ming AQSh dollari, ozgina kelishadigan joyi bor.